Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar juda ham keng ko'lamda amalga oshirilmoqda. Nafaqat Markaziy Osiyo, hattoki dunyo darajasida tan olinyapti. Yana bir tarixiy voqea haqida men fikr bildirishni xohlardim. Chunki O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Mo'g'uliston Prezidenti Uxnagin Xurelsuh bilan birgalikda o'tkazilgan muzokaralar va ikki davlatni bir-biriga tashriflari 1992-yildan buyon bu paytgacha hali bo'lmagan ekan. Bu ham bir tarixiy davr deb aytishimiz mumkin. Mana shuncha yildan keyin Mo'g'ulistonga tashrif va u bilan birgalikdagi ta'lim sohasida, sog'liqni saqlash sohasida, madaniyat sohasida, qishloq xo'jaligi sohasida ko'plab sohalarda samarali ikki tomonlama hamkorlikni yo'lga qo'yilayotgani bu alohida tarixiy voqea deb aytishim mumkin. Mana men bugun Navoiy viloyatidaman. Qizilqum cho'llaridagi bir yaxshi ijobiy ikki tomonlama hamkorlik haqida gapirar ekanman. Aynan Mongoliyadan zotdor qo'ylarni Qizilqum cho'llariga olib kelib ko'paytirilishi va bu bizga nima beradi? Albatta bu oziq-ovqat xavfsizligi, go'sht mahsulotlari bilan ta'minlanishi, sut mahsulotlari bilan ta'minlanishi yoki biz aytamiz shu qo'yni juni yoki uni terisidan tayyorlanadigan mahsulotlar va hokazo. Demak, O'zbekistonni iqtisodiyotiga yoki o'sha import eksport masalalari to'g'risida ham biz ko'p gapiramiz. Jahon bozorlariga chiqishda ham bizda ko'p tomonlama samarali hamkorliklarni yo'lga qo'yishda ushbu tashrif juda ham bir tarixiy ahamiyatga ega bo'ldi. Va biz ko'rdik, mana shu tarixiy tashrif davomida ommaviy axborot vositalariga berilgan bayonotni yoki ikki davlat vakillari o'zaro muzokaralarda qilgan muhokamalarini biz kuzatib bordik. Ijtimoiy tarmoqlar orqali ham keng yoritib borildi. Ommaviy axborot vositalarida ham bu mamlakatimizdagi xalqchillik va har bir xalqga ochiq oydin xalqimiz umuman O'zbekistonga, butun dunyoga ochiq oydin bo'layotgan islohotlarni ko'rsatib berish deb ham men o'zimni fikrimni bildira olaman. Va biz yana ko'rdik, keng qamrovlik sheriklik munosabatlarini o'rnatishda deklaratsiyani ham imzolandi va qator ikki tomonlama hujjatlar ushbu tashrif davomida imzolandi. Va bu imzolangan hujjatlar bizni kelgusidagi O'zbekistonni iqtisodiyotida, O'zbekistonni xalq farovonligida, turmush darajasining yaxshilanishida yana bir jihat e'tibor qaratishim kerak. Kambag'allikdan chiqish, ish bilan ta'minlanish masalalarida ham juda katta tarixiy ahamiyatga ega. Nafaqat O'zbekiston, Mo'g'uliston prezidentlarini tor yoki kengaytirilgan doiralar haqida gapirar ekanman, umuman O'zbekistondagi amalga oshirilayotgan islohot bugungi kunda O'zbekistonni dunyoga ochilib borayotganidan namuna. Chunki dunyoga ochilib borar ekan, turli dunyo davlatlarining O'zbekiston haqidagi fikri, reytinglarda O'zbekistonni o'rnini ko'tarilib borayotgani va turli jarayonlarda O'zbekistonni tan olina boshlagani ham O'zbekistonni yana bir ochiqlik siyosati, pragmatik va to'g'ri islohotlarni amalga oshirilayotganining bir dalili deb aytishimiz mumkin.